Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Buxari rahmetullahi aleyhiniki Sahih Buxari namlı kitabı dersimizin bugünkü devamında biz Kitabul Azan'ı başlayımız. Hem de azan kelimesi bildiriş, anlatış degandek ma'nolarda bildirdi. Lekin mau İslam atalg'usidagi azan nima degan vaqtida ma'lum bir namozning vaqtining kirganligini bildiradigan ma'lum bir vaqtga xos bir vaqtga bog'liq bo'lgan bir jar silish kelimasi. Bu kelimada asosan shu aqida masalalarini o'z ichiga olgan. Masalan, Allohu akbar deb Allohning vujudiyati, cho'ngligini har qanday narsadan cho'ng, buyuk degan Alloh subhanahu va taolaniki kamal vujudiyatini bildiradigan bir sifat, bir kelime bu. Ondan boshqa oxirida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki payg'ambarligini iqro qiladigan, bildiradigan shahodat kelimasi bayon qilingan. Shahodatning o'zimi bir narsaga vujudidan ishongan vaqtida buni shahodat deymiz. Oxirida nijotlik chaqirdi, masalanchu. Buningda hamda oxiratga bo'lgan bir ishorat. Mushohadatni aytib, shu nijotlik kelib, shu namozni o'qib, oxirida sizlarning boradigan yeringlar ishlar bo'ldi. Ya'ni oxiratda o'rninglar falah bo'ladi deganga o'xshash bu bir shiorni bildirish bu. Vaqtning kirganligini bildirish, jamoatchilikka chaqirish. İslamning bir shiori, islomniki ma'lum bir ko'rinma o'zini bir namoyon qilish. Allah subhanahu va taolo o'zining hikmat ilohi bilan bu so'zni sahobalarniki tushiga silish orqali Rasulullohning ma'qulligi bilan belgilangan bir shior. Bir davlatning hozir bugungi kunda o'zinki shu davlatningki ma'lum bir davlat ekanligini, bir kuch ekanligini bildiradigan bir kelimasi bo'ladi. Vatanparvarlik, tavallikni bildiradigan she'r qo'shoqlari bo'ladi. Turli murosimlarda o'qiydigan. Bu azan kelimasi jamoatchilik chaqiradigan, Alloh bilan insonni bog'laydigan, davomli musulmonlarga vaqtni eskartib turadigan, Allohga bo'lgan yuzlanishni eskartib turadigan bir shior bu. Buni cho'qim o'nlik ovozda jahristonda so'zlanadigan, deyiladigan. Shunlashqa buniki fazilati katta bo'lg'achqa Umar ibn Xattob roziyallohu anhu men xalifalik bilan birga azon aytishga taqdim etgan bo'lsa, azon aytdim degan. Bu azon aytishning fazilatidan bilingan avval bu. Janob Rasulullohmi o'zining shu ishlarini ko'pligiga qaramay bir necha qatam safarda azon aytganligi xotirlangan. Şolaşqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu o'nlik butun jamoatga aytiladigan bir nido bo'lg'achqa, chaqiriq bo'lg'achqa, ovoz yiqimliq, ovoz soz, o'nlik chiqadigan sahobalarni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu muazzinlik bekitgan. Rasulullohniki 4 muazzin bo'lgan. 4 muazzin bo'lgan. Jumladan Bilal va ulardan boshqalar. Xo'sh. Bugun ham İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi babu badil azan dedi. Azanning boshlanish vaqti, azan qachon boshlangan demoqchida. Bu azonga munosabatlik hadislarni o'ttirib qo'yishdan burun İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi azonga munosabatlik bir qism oyatlarni o'ttirib qo'ygan. Cümleden Allah subhanahu ve taala şunaq deganda ve izâ nâdeytum ile salati ittehazûhâ huzuven ve la'iba. Yani sizler namazga chaqirgan vaqtingizda yoki azon aytgan vaqtinglarda bu azonni bunday o'yin chaqchaq, kuluk chaqchaq qatorida qaraydi deydi. Mana bular tushunmaydigan qavmlardir. Bular albatta din dushmanlari, munofiqlar, yahudiylar, nasaralar va shu qalbdoshlar munosabatlik. Musulmonlarning azon aytishni masxara qiladigan, musulmonlarni mazoq qiladigan ishlar bular aql
egilir emas deydi. Bular aqlliq emasmi? Amaliyotda aqlliq emas. Bular aqlliq odamlar. Bularning ichida ne o'z kasblaridan ne katta olimlar chiqqan aql egilari bular. Bu aql undaqda bu yerda ikki xil bo'ladi. Biri aql, idrok, sizim aql, biri hidoyat aqli. Bularda sizim aqli bo'lgan, yo'q, lekin hidoyat, rushd hidoyat aqli berilmagan. Rushd hidoyat aqli degan o'zing tasarrufotining yaxshi bo'lishi, manga yo'lining to'g'ri bo'lishi, to'g'ri yo'lni tanlashning o'zi bu rushd aql deymiz. Ammo sizim aqlchi har qanday narsani yaxshi yomondan ozroq bilalaydigan, shuni farqlantira oladigan, buni sizim aql deymiz. Bu yerdagi Alloh subhanahu va taolaning ular tushunmaydigan aqli qavmlar deganning o'zi rushdi hidoyat aqli kam odamlar demoqchi. Tövende yana Allah subhanahu ve taala Cuma günde namazga azan etilsa degan oyatni keltirdi. Bu demek azan kelimesi hadis orqali ma'qullangan, bekitilgan bir kelime bo'lishi bilan birga Qur'oni Karimdami buningga qarta ushurlar berilgan. Endi Qur'oni Karimdagi bu Cuma kuni de azan etilsa degandagi maqsad birinchi azan emas. Bu shu xatib xutbaga chiqib haqqi jamoatga assalomu alaykum deb salom berdi. Shu vaqtdagi o'qilgan azanning o'zi qartilgan bu yerda. Yani shu vaqtdagi azandan keyin shu vaqtdagi azan bilan tijorat bai qilish bu cheklandi. Lekin birinchi azan bu maqsad emas. Chunki bu birinchi azan Xalifa Osman ibn Affon radhiyallohu anhuning davrida yo'l qo'yilgan. Madina shahri odamlar ko'p kengaygandan so'ng ikki ma'zun qo'yib birinchi azan jiroq odamlar kelyapsin deb birinchi azanni bir kishi muazzin aytgan, ikkinchi azanni yana bir muazzin aytgan, işte bir bekitim paydo qilganda. Demak, bu Xalifa Roshidlarning sunnatlarimi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zi bilan mening va Xulafa Roshidlarning sunnatini chin isib minglar degan hadisning ro'yiga ko'ra bu bir sunnat. Shunga hozir qadar juma namoziga ikki azan aytildi. Endi azan qachon nerede farz qilingan desa, azan Madinada farz qilingan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgandan keyin Madinada bekitilgan. Va farz qilingan deyishimizda endi bir qism ulamolar buni farz deb qaragan, vojib deb qaragan. Masalan, İmam Avzoiy, Davud Zohiri qatorliqlar. Lekin bu yerda endi bir farz namozdek, yoki farz ibodatdek tark etilmaydigan bir ibodat bo'lg'achqa farz kelimasini ishlatib qoldik. Amaliyotda jumhuriy ulamolar buni sunnat muakkada deb qaragan. Sunnat muakkada, ya'ni sunnat muakkada bo'lgan bilan farzdek bu bekitilganda, farz deganning so'zi bunday bekitilgan, o'zgarmas degan gap. Bu o'zgarmas bir qonuniyatga aylanib ketgan bir shior bu. Chunki ba'zi ibodatlar sunnat bo'lgan bilan buningki davom izchilligi u farzdan ustun turdi. Masalan, mana bu azan shu o'zi sunnat muakkada bo'lgan bilan jumhuriy ulamolarning nazarida, lekin bu farz kabi tark etilmaydigan izchil ibodatlarniki biri bu. Chunki bu islomning bir shuorini namoyon qiladigan buyuk bir ibodat. Shunlashqa bu azonni ba'zi bir qism ulamolarda farz kifoya deganlar bo'lgan, farz vojib deganlar bo'lgan. Lekin jumhuriy ko'p sonli ulamolar sunnat muakkad deyilgan. Ammo buning umumyuzlik tashlanmaydigan bir ibodat ekanligiga hammalar bu yerda bir ittifoq hamda. Xo'sh. Hamda 603 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Imron ibn Maysara hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zot deydi bizga Abdulvaris hadis so'zlab bergan edi deydi. Abdulvaris deydi bizga Xolidul Hazza degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Xolidul Hazza Abi Qiloba degan kishidan bayon qilgan. Abi Qiloba Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan bayon qilgan bo'lib, hamda Anas ibn Malik deydi. Sahobalarniki bo'layotgan so'hbatini bayon qilyapti-da. Ular hatto o'tni deyishib vaqt dedi. Naqusni deyishib vaqtdi. Yahudi nasaralarningki ibodat xollaridagi ba'zi bir qism
holatlarni deyishib boqdi. Yahudilar undaq qildi, bundaq qildi dedik. Masalan, ayni vaqtida masalan bu Yahudilar yoki Nasaralar o't yoqadigan avvallar bor ekan. Yo'q, o't yoqadigan emas, işte o't yoqib jamoatni masjidga bir bildirsak, o'tni ko'rgandan keyin kelsa demoqda. Yoki noqusni ishlasak, noqus degan bugungi mana bu xristianlarniki qo'ng'iroqlari bor cherkovniki. Dang 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 ovoz chiqadiganda. Shunda ovoz chiqadigan bir xil ayni vaqtdagi yog'och. Cho'ng yog'och, kichik yog'och bilan cho'ng yog'ochni ursa, dong 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 qo'ng'iroqdek ovoz chiqadi-da. Shuni naqus deydi. Bugungi kunda naqus cherkovdagi qo'ng'iroqlarga ishlatadi. Demak, endi buni xristianlarga o'xshash ashta qilib baqil deb baqili bo'lgan, o't yoqili deb baqili bo'lgan, o't orqali jamoat ko'rsa, masjidga kelsa degan so'zlarni. Oxiri Bilal azonni jup etib, takbirni taqaytishga buyurilgan. Bu jarayonda nurg'un voqeliklar bo'lgan. Masalan, tush ko'rgan sahobalarniki. Shu mazmunlar o'tirib qo'yilgan. Lekin men qisqartib bu hadisni bayon qilib o'tibdi. Eng muhimi azanning boshlanish jarayoni nurg'un sahobalar sizga maslahatdan keyin oxiri shu azonga kelib to'xtalgan. Shunga o'xshash hadislar tufaylidir. Masalan, arab dunyosida, masalan, Saudiya Arabistonida azonni jup etadi. Takbirni taqaytadi. Bizning diyorlarimizda Hanifiy mazhabga ko'ra takbirni azonni o'xshash jup etadi, ha? Bilanimi buning qarta o'ziga dalil bor. Ikkili avval to'g'ri. Taqaytisimi, jup etishimi bu to'g'ri. Chunki Mav hadisda masalan Bilalni azonni jup etishga buyurgan, takbirni taqaytishga buyurgan degan bo'lsa, yana bir qism hadislarda masalan Abu Mahzuraning hadisida Abu Mahzura bu Makkadagi bir muazzin, Rasulullohning muazzinlaridan birisi. Payg'ambarimiz bu kishiga azonni va takbirni ikkilisini o'xshash jup etishga buyurgan. Bu Tirmiziyning rivoyati, lekin Tirmiziyning rivoyatidan Buxoriyning rivoyatini kuchli ko'rganlar Arabistondagi diyorlarda azonni jup etishni, takbirni taqaytishni sunnat deb ko'rgan. Şolaşqa İbn Abdülber rahmetullah aleyh Endolus'naki büyük uleması İbn Abdülber bir kısım ulemalınki göz karşına eliş arkalık bu azandaki bu xilma-xil o'xshamaslik bu durus mayli takbirni taqaytamda mayli jup etamda bu kang ketgan bir ixtilofiy masala hammasi durus degan qarashni yoqlagan. Endi bu yerda azonni jup etib takbirni taqaytishdagi hikmat nima bo'lsa, azan yiroqdagi odamlarga bildirish uchun, ularni namozga chaqirish uchun. Takbir bo'lsa masjidning ichida bor odamlarga qarata nido chaqirib qo'yg'achqa, u bor odamlarga faqat bir qatimdilam aytsak bo'ldi. Yiroqdagi odamlarga takror 2 qatim aytsak bo'ldi. Shunlashqa bu yerda azonni jup etish, takbirni taqaytish o'ttirib qo'yilgan. Degan hikmatmi o'ttirib qo'yilgan? Vallohu a'lam. Endi tövende 604 hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Mahmud ibn G'aylan hadis so'zlab bergan edi. Bu kishi deydi bizga Abdurzaq hadis so'zlab bergan. Abdurzaq deydi bizga Ibn Jurayj xabar bergan. Ibn Jurayj deydi menga Nafi xabar bergan. Nafi deydi Abdullah ibn Umar bundaq degan edi. Abdullah ibn Umarning shogirdi Nafi. Bu odam deydiganda Musulmonlar Madinaga kelgan vaqtida ular to'plashib namozni shunda ko'z mo'lchavi bilan namozga yig'iladi ekanda, namozning vaqtini. Ko'z mo'lchavi bilan yig'iladi ekan. To'qa namozga asir mancha qoldi ya. Peshin bo'lay dedi deb taxminiy mo'lchav orqali namozga yig'ilgan, to'plangan gap. O namozga a'zo etildigan avval yo'q bu vaqtida. Bir kuni hamda mush to'g'riliq gap qilishib qoldi. Bu namoz bir qanday qilamiz? Ma'lum bir mushtoq bir haqli bir to'planganga bir qarorga kelsak degandekda hamda. Ba'zilar debdi
Ma chirkavdagi nasaralarninki qo'ng'irqidek bir qo'ng'iroq ishlatib namozga adam yig'saq debdi. Ba'zilar debdi, yo'q. Biz Yahudilarniki bir müngizi var, şu müngizek bir müngiz işilteyli debdi. Bu müngiz bizning vatanimizda işiltilgan. Nima deydigan vaqtida şu asosan tugmanlar bunda tog' tura sayliq rayonlarda tugman ta'sis qilinadi. Tugman degan suvlar mangdigan, bir unutatilgan narsa. Shunday bo'lgandan keyin bu mahalning ichida asosan jiq bo'lmaydi. Xalqlarga hamda bu tugmanniki mang'anligini, unutayotganligini bildirish uchun yo shu qo'tozniki mungizi degandekchi. Ayta bug'a kiyiklarning mungizi deyman. Ayta mungizlarda uzun mungiz o. Uchini teshidida, teshgandan keyin uning og'zini bir puydigandan keyin kuchli bir yangroq ovoz chiqadi. Bugungi nima mesela Yahudilar o'ziniki turli faoliyatlarda mushta mungizni ishiltidi. Bu mungizni ishiltayli namoz chaqirdilar, ovoz chiqaryapti dedi. Hazrat Ömer dedi-de, hamda Hazrat Ömer deydi bu yerda. Bir odamni bir avatmabsizlar, ashug'achilar bir namozga bir chaqiriq qilsin. Namoz. Jamoat namozi deb chaqiriq qilib kelsa, ya bazalda, odam bayalda dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Bilal qo'pa namoz chaqiriq qilib kelgan dedi. Namozga bu yerda namozga nodi nida degan gap bu yerda azon emas, ha. Bu da bir məsləhətləşiyordu. Bu məsləhət jarayonida birlik biləmə axırı Hazrat Ömer qopa sen berib xalqni namozga yig'ib kel dedi. Namoz deb to'lab keladigan gapda. Shuni bilan Bilal azon aytdi bu yerda namozga chaqiriq qildi. Hargizmi bizning hozirgi ko'ngan azon emas. Chunki məsləhət vaqti. Bu məsləhət vaqtida bu yerda ma'lum bir qaror bekitilmagan. İkinci qıtımlıq yoki shu asnosida andin Abdullah ibn Zeydning tush ko'rishi orqali, masalan, muzokaradan keyin buni kirib ketib, andin keyin bu azon kalimasi tushib kirgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yerda Hazrat Bilalni azon aytish qilib buyurgan. Ma birinchisi bu yerda Imom Navaviyning kuchlantirishi arsida faqatlam oddiy namozga chaqiriq deb ko'rsatilgan.